Qarang, bu millat, bu xalq Men ularni ko'rdim. O'shaning uchun sizni Ha. chaqirdim. O'shaning uchun hamdardligingizni bildim. shunday. Yer yuzida birorta millat yo'qki, keling mana rivojlanishga bog'laylik. Rivojlanib, zo'r, chiroyli, go'zal, qudratli, kuchli davlatda fuqarosi bo'lib yashashni hamma orzu qiladi. Shunday davlatda yashashni istaganlar o'sha davlatning fuqarolaridek harakat qilish kerak. Masalan, dunyoning bir 10 ga yaqin davlatga borishni nasib qilgan. Musulmonlar ko'proq yashaydigan ikkita davlat menga ma'qul kelgan. Birinchisi Malayziya, ikkinchisi Turkiya. Nimaga? Mana o'zingiz ham borgansiz, ko'rgansiz. Malayziyada tartib intizom o'ta go'zal. Ular sabablarni juda chiroyli tarzda qiladi. Tartib intizomni eng go'zal tarzga olib chiqib qo'yibdi. Birovning haqqi degan narsalarga qattiq rioya qiladi. Odob, axloq eng go'zal namunada namoyish etiladi va bu narsa ularga bolada, oilada, chaqaloqlikdan o'rgatib boshlaydi. O'sha biz Oxford universitetiga biroz muddat men o'sha rahbarlik qildim. O'sha yerga Malayziyadan rektorimiz bor edi. Ibrohim Yunus degan, Daing Nasr Ibrohim Yunus, professor, Malayziya professorlar kengashining prezidenti. Qiroldan Malayziya qahramoni degan Dato degan unvonni olgan. Bizda O'zbekiston qahramoni deganday. Dato deyar edik biz ham. Dato degan unvonni olgan inson. Shu odam aytganda, gaplashganimizda Said Abror men degan ochig'i kelgan paytimda O'zbekistonga birinchi kelayotganimda bu Imom Buxoriyni, Imom Termiziyni, Imom Moturudiyni yurti. Bu yerda odamlar juda bizdan ko'ra ancha axloqda, odobda, tarbiyada oldinda bo'lsa kerak, intizomda deb o'ylaganman degan. Lekin keyin samolyotda shoshma, bular haligi Sovet davrida mustamlaka bo'lgan-ku. Shuni ta'siri bormikan? Lekin baribir mustamlaka bo'lgan bilan ozod bo'lganiga 30 yildan oshdi, mustaqil bo'lganiga. Ular iymonni bizdan ko'ra yaxshi his qiladi. Chunki bir marta ulardan tortib olingan bu narsa. Deb deydi, katta bir orzu, xayollar bilan kelyapman dedi. Kesam deyapti. Afsuski juda ham xafa bo'lganman dedi. Odob, axloq, tartib, intizom borasida juda katta muammo ko'rdim. Juda ham katta. Hatto yig'ladim degan. Men juda ham meni dilimda og'ritgan degan. Bu yerdagi voqelik. Endi ular o'sha odob, axloq, intizomni hayotdagi muvaffaqiyatlarining kaliti sifatida boyagi sabablarning ichiga ham kirgizib qo'yibdi. Ular hamma narsani go'zal tarzda ilmi bilan qiladi. Ilmi bilan. Biz yuqorida aytayotgan, gaplashgan gaplarimizni o'zi tushunmayotganlar yoki mana shu muammolarning asl mohiyati ilmsizlik, ma'rifatsizlik. Umid aka, bu yerda boshqa gap yo'q. Ilm yo'q, ma'rifat yo'q, johiliyat. Qarang, johillikni ko'pchilik noto'g'ri tushunar ekan. Jahldor insonni johil deb tushunar ekan. Unaqa emas. Johillik degani ilmsizlik va ilmni tan olmaslik degani. Ilmdan yuz o'girish, uni inkor qilish, hayvonlarcha harakat qilishni, hatto hayvon ham undan aqlliroq bo'ladi. Misol uchun-da, umuman bir noinsoniy xatti-harakat qilishlikni johillik deyiladi. Ilmsizlik, ma'rifatsizlik. Keyin ular nima qiladi? Keyin Shayx Hazratning oldiga tirikligida ko'p borgan bunaqalar. Ustozlarda, imom domlalarda yoki bir olim insonlarning oldiga boradi-da, domla, ustoz, hazrat, shu nima qilsam ham ishim yurishmayapti, nima qilsam ham bankrot bo'lyapman, kasodga uchrayapman, hech omadim kelmayapti, menga sehr qilindimikan, jin tegdimikan, yo ilmi amal qilindimikan, jin kirib qoldimikan menga, yo yo'llarim bog'landimikan deb mana shunaqa bir o'ta bir bemaza narsalar bilan shug'ullanib yuradi. Ayollarimiz-ku juda mukkasidan ketgan. Lekin birontasi aytmaydiki, hazrat uzr, men shu yoki ustoz yoki falonchi aka, men mana bu soha bilan shug'ullanayotgandim, bankrot bo'ldim. Bu sohaga o'tdim ham bankrot bo'ldim. Unisiga o'tdim ham bankrot. Chunki hech qaysini ilmini o'rganmaganman men, demaydi. Men sho'rva ichmoqchi bo'lsam, qoshiqda ichaman-da, uni vilkada ichmayman, sanchqida ichmayman. Hamma insonning o'zini bu dunyoda missiyasi bor.